G'arbki Sayohat filmida Sunukung Anasır tig'ining ostida 500 yil bosilib yotgan vaqtda heliq bir kichik bir bola kalminib buning bir shaptuldan birini burdi. İkisi billa yira sira debdan yaptirgan bir ko'rinish bor. Endi nurg'un do'stlar mana shu pinglunjuda yani kendin jibojenda kirib, "Mo'shu bola kim u? Bu bolaning qanday bir arıq ko'rinish bor?" deb bek so'rab ketdi bu savolni. Shunga mush bola haqida bir taklif berib baqaylik. Sizlarcha bu kim bo'lishi mumkin? Bu yana qanday arıq ko'rinishi bor buning? To'rda do'yinda bu xil takliflar nihoyat ko'p. Nihoyat ko'p uchraydi. Bularning ichida eng ko'p uchraydigan asosiy ko'parakdan 3 xil bor. Birincisi Tayshanlovjun, Avliyo Peshvasi deydi. Bu anasır tig'i degan qanday ya? Bu anasır tig'i degan Rulay yüzü peçetlayotgan, goli qilayotgan ya mavu, halbuki cho'ng kichik avliyo kirib chiqolmaydi. Endi Avliyo Peshvasining o'zininki huquqiy, seyr karomati, o'rni ijod etib ketgan vaqtda tamamen kuchaytirdi bu, tamamen kirishga salohiyat tushidi. İkinciden bu Sunukung bir kadar amroq. Heliq vaqtda otash o'chib bu Sunukung tavlab o'ltamasdan aksicha buning o't jadu ko'zini tavlab bergan xo'yan jing chiqqan vaqt chunki lap yuriydi-ku. Mushni Avliyo Peshvasi tavlab bergan. Shunga bu yana bir qatim yo'qlab kelgan bo'lishi mumkin deydi. Üçüncüden heliqi bola minib keldi bir kaladan minib keldi. Endi bu Tayshanlovjunning o'ltirdigan heliqi mashinasimi, zojisimi dal heliqi Jingyujing dam tatib turgan kalyapti-ku. Buni o'ltirdigan kursimi şu kala. Şuna moş o'xshashlikdan nurg'unlar Tayshanlovjun shu deydi. Endi lekin bu Tayshanlovjun ataydan bu Yorun Sultan Rulayla bu taqdan ostida yassun deb gunoh urgan odamni ataydan bir qatim yo'qlab kelib bitta shaptilib ketmaydi bu. Bu pitirab turaman. Ikkinchi xil qarash. Puti lavzu shu, ya'ni Sunukungning eng dastlab maharat o'rgatgan heliqi oqsoqol ustoz shu deydi. Endi Puti lavzu degan butkul g'arb sayohat bo'yicha eng kuchli, seykaram eng yuqori o'rin, eng ustun turadigan bir avliyo. Bu atayda bu Sunukungni berib, ko'rib, ya ish yog'irtib kelishdan qilchi o'rin yo'q. Bu xolis joyida o'tirib qutqizib oladi Sunukungni. Yoki Rulay birla telefon qilib, qo'yib o'taman mening shogirdim til desa, mashinani qaytib qo'yish mumkin bu Sunukungni. Shunga bumi fitrab turaman. Üçüncü xil qarashliklar bu avvallik Svara Busatva shu. Bu avvallik Svara Busatva doim Sunukungga yordam qildi. Kuyinti shunga mash kelgan bo'lishi mumkin deydi. Lekin asarga qarasak, heliq bilan shaptulni yedi, bal ketdi, yapılışıga ulguribla avvallik Svara shu yerga keldi. Uch qashqar keldi. Endi bu avvallik Svara Busatva bu uch qashqarlar paydo bo'ldi. Sunukungga birdan paranglashdi va yetiblar bilazam. O bu sessiz cüneymen şavşmalı kimağıl mangan temeşifun dokabıdı nazırakta. Endi demek bu avalı sonra bu uç aşkara kilalaydı, kiliş hukuku ba. Hem Sunukungga meyadan çıkış manda kılsa da depbedi. Demek avalı sonra onu ataytan küçük balık özgürüp bunda kılışının kılki orun zürüriyet yok bunda çapat açısından. Endi eser kesek Sunukung en ahir qitim bir daka qildi. Şunun olan 500 yılın to'shdi degan xat chiqdi. Mahbinlar sospas kirdiriblar. Kunjut ishini ochilgan tag'in eshigi ochilib, Sunukung erkinlik chiqdi bu yerda. Shundan bir bovayning uyi keldi. Bu bovay Sunukung ko'riblar satligidan qo'rqib ketdi. Qo'rqib shunday azirtim silg'u tangrayga o'xshaydi ekanlar. Lekin majistin toza o'xshamaydi ekan. Ochiq kitaydi o'xshamaydi emas. O'xshaydi ekanlar. Yani qeyriye deydi ki, o'zining 530 yoshga kirib qolgan qeyirmay ekanlik isi yo'q. Men o'z vaqtida Erish ordusida ma'lumot qilgan Sun avliyozim degan shu. Men Anasır tig'ining ostida 500 yil yotgan. Sen kichik vaqtingda o'tin kesib chiqqan vaqt men shaptil bergandim. Ko'rganman seni. Esing keldimi? Voy, silmitlar va tishliq deb qaytlardan ko'rishdi. Bu yerda tunuydu. Tunugandan keyin heliq bovay deydi. Bovamning bovisining depirishcha bu tog' erishdan tushgan xislatli tog' ekan. Bu taqqa bir maymun bostirilibdi ekan. 500 yilda yaqi yotdi va maymun oxirisi qutqiziblar. Haqiqatan bala odam kellar. Endi mush gap qarsak, demak bu bovay bovisining bovisidan tatib mushu tog'da o'tin keslab, yovmi terib, jon beqiyotgan, mashad jondachilik qilayotgan bir bovay.
Bunun hech qanday bir avliyo bilan bir arq görünüşüm yo'q, alohida shaxsim emas. Hamda bir kichik balning bir maymunni yoki bir jonivorlarni ko'rib, uchrab qoldi. Uningga yemeklik berishi, uni yoki beqishi bu normal hodisa. Bu kichik ballik tabiiy bu odamiyligi. Uni hargiz bu maymun sunukunu yaxshilik qilgan kun deb alohida taklif qilishning o'rni yo'q. Lekin biz so'zlayotgan g'arbga sayohat ham yerda har xil sirlar yushirilgan, nayt sirliq bir shunday asar bo'lg'achqa, har xil taklif qilganlar ko'p bo'lg'achqa, shunday takliflar chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin hozir bizligimizda bunun alaylı bir arq görünüş yo'q bir bala. Necha kundan pinglunchuyda ajribojanda ballar o'qishliq bormi? Ballarımızga o'qib turadigan yoki shularga sovuq qilgan kitoblar deganlar chiqdi. Shu bugun seyri qaruga Urt to'qmoq hammamiz bilgan shuniki Uyg'urcha, Xanzcha tarjimasi bor, ichida rasmlik nayt yaxshi kitobni nayt 10 ko'y chiqarib qo'ydim. Ballarimizni sovuq qildiganlar tizimni setib olinglar. Rahmat.